Odamni undaq qistima. Men Liu Tianlo undaq oson bo'zak bo'ldigan odam emas. Rost gapni qilay. Bu 200 kesak oltinni ba'sangmi bersan, ba'misangmi bersan. Agar o'yin o'ynab, ba'misang, men sana 100 xatir qilmayman. Buni tahdid silishtamdoq. Esingizda bo'lsin, sizning tahdid silishingizni anglash uchun kelmadim. Albatta, tahdid silishingizdan qo'rqib qolmayman. Pulni olish maqsadingiz bo'lsa faqat bir amal bor. U bo'lsa-mu, qilishga tegishli ishingizni chiroyli qiling. Aka, qanday? Meni oldinglarmi? Ha, bo'ldi, tilg'ama. Birodarlar boshlab, Lomon ibodatxonasida o'ngtay-to'ngtay qilib xizmatdim. Mana maslahatda soyisni uchratmadim. Nima deding? Rost aytibman. Lomon ibodatxonasida emaskan. Yana bir qitim degan-a? Aka, rostli yo'q. Shenmisan birodarlardan so'rab baq. Men famocha yolg'on aytgan bo'lsam, chaqmoq suqib qo'ylay. Yo'q, xo'jayin. Sizni boshqalar ahmoq qilibdi. O burkiti. Cho'qim shu. Hay. Eng oxirgi xatarlik vaqtda cho'qim o'zimizni besilib kallashilishimiz kerak. Hargizmi ochiqimizda harakatga qo'l tiqsaq bo'lmaydi. Buni men avvalsilarga deb qo'yay. Ikkinchidan, nihoyat tezlikda xoinlik qilgan odamni tepib chiqishimiz kerak. Aramizda xoin bormi? Undaq emasmi? Ular bu yerga bizning borlig'imizni bilib tayyorlik bilan kelgan. Qotillar ikki yo'lga bo'linib, doktorxonaga bosib kirgan. Avval to'qni uzib tashlab, ondan hujumga o'tgan. Hujumning maqsadi izni pak-pakiz tozalash. Birinchi turkumdagilar birinchi qavatdagi Jinyu bilan Jinbiyaga taqobil turgan. Yana bir turkumi ayrimxona hujum boshlagan. Ular Jinyuning qo'l ostidagi zaharlangan birodarlarni va Jongsun Yilangni o'ldirish. So'ra paqay, qotillar bizning Qizil Yulduz doktorxonasida ekanligimizni qanday bildi? Jinyuning birodarlari va Jongsun Yilangning 3-qavatdagi ayrimxonada ekanligini qanday bildi? Aramizda sotqan bor demakchimi? Ondan boshqa yana bugun kechida yuz bergan ishlarni tushundirgudek nima bor? Bugun kechman koridorda o't qo'yayotgan chaqda ularning o'brikti deb chaqirganligini angladim. Buningdan ularning Liu Tianlongning qo'l ostidagi bavak ekanligini bilib olib bo'ladi. To'g'ri. Buni menmi faraz qilgan? O'ylab baqdinglarmi? Liu Tianlongning yibinga kelishdagi maqsadi zodi nima? Yutib ketgan mollarning izlarikin qilish. To'g'ri. Biroq bizning oramizdagi hiliqi xoin, bizning yurish turishimizni va birli vaqtda va molning qayerdaligini xo'jayini Liu Tianlongga aytib bergan. Shundoq. Agar ishlar mushundaqli bo'lsa, Liu Tianlong ish bajarish usuliga asosan u cho'qim molni elish uchun birli vaqtda Longwang ibodatxonasiga odam avatdi. Agar mol qo'lga tegsa, mol egasiga bo'lgan mas'uliyati ado bo'ladi. Boshqa ishlar bo'lsa, uning bilan munosabatsiz. To'g'ri. Mundaq bo'lgandan Liu Tianlong nima uchun doktorxonaga odam avatib, yo'qimlangan birodarlar va Jongsun Yilangni ko'zni yo'qotmoqchi bo'ladi? Balkim o'ch ilish uchun. O'ylab baqdinglarmi yo'q? Yuragini qaptaq qilib doktorxonada yotgan bemorlarni o'ldirish nima degan xatarlik, ha? Agar Kompartiyaning boshqarma atrofidagi xodimlar iziga tushib qolsa, Liu Tianlong degan nima? Bavaka degan nima? Oqibati faqat birla. Hammasi o'xshashli tugishdi. Ularning cho'ng xatarga tavakkul qilishi faqat ochiqni chiqarish uchun emas. Bu bavakilarning ish bajarish usuli emas. To'g'ri deysiz. Agar o'ch ilish uchun bo'lsa, men va sizlar Jinyu, Jinbiya qatorliqlarni o'ldirsa, yetarli emasmi? Nemishqa karvat yotgan bemorlarga zaharli qo'lni so'zidi? To'g'ri, gaplaringizdan Liu Tianlongning tushuniksiz bir maxluq ekanligini ko'rib oldik. Undaqda uning bunday qilishdagi maqsadi zoda nimadi? Odam o'ldirib izni yo'qotish. Odam o'ldirib izni yo'qotish? Jongsun Yilang va yo'qimlangan Jinyunning birodarlari bu qatimqi molning asosliq mazmuni. Agar ular kompartiyaning qo'liga tushib qolsa, ishlar oshkorlanib qoldi-da, shu sababdan u odam o'ldirib izni yo'qotdi. Biroq buning Liu Tianlong bilan nima munosabati? Boyimi so'zlab o'tdingiz.
Liu Tianlong faqat mallarni qo'lga tushiribla vazifasini oyoqlashtirdi. U yana nima uchun ortiqcha doktorxonaga berib bir muncha odamni o'ldirib izni yo'qotmoqchi bo'ladi? Bu faqatla aqlga sig'maydi. Yaxshi so'radingiz. Mana bu masalaning haqiqiy mohiyati. Chunki mening deganim hargizmi Liu Tianlongni ko'rsatmaydi. Liu Tianlong bo'lmasa, amsi kim u? Bu ishlardagi maxfiyatlikning oshkorlanib qilishidan hammadan bak kim qo'rqidi? Albatta mol egasi. Siz xo'jayini demoqchimi? Undaq emasmi? Xo'jayin Liu Tianlongning milining egasi. Faqat xo'jayinlar malning maxfiyatligining oshkorlanib qilishidan bakmi qo'rqidi. Faqat shular odam o'ldirib iz yo'qtish harakatini turg'iza oladi. Agar mening analizim xato bo'lmasa, bugungi yuz bergan barliq ishlarni xo'jayin ko'rsatib berib, Liu Tianlongga qilg'izdi. Ya'ni kelib ular birlikda billa o'ltirib, kelar qatimqi harakat uchun plan tuzyapti. Mening ko'nglim bir shumliqni sezyapti. Sen aytgan bu o'brikda men taniydigan bir odamga ajab o'xshaydi ekan. Ha, kim? Yo'q xo'jayin, sen aytgan bu o'brikning, ya'ni ikki ayol yordamchisi bor, to'g'rimi? Shundoq. Undaqda rastilla shumidi. Ja birodar, siz zodi nima deyapsiz? Bu o'brikda qayerda turdi? Ular tongda mehmon saroyida turdi. Biroq bugunga cho'qim qaytib bormaydi. Dev xo'jayin, hozirdan boshlab ishimiz birlikda harakat qilamiz. Siz mening ko'rsatmam bo'yicha ish qilasiz. Biroq u oltinlar. Pul cho'ng masala emas. Uzun o'tmay bu 200 kesak oltinni odam o'rlashtirib sizga vaqt beraman. Rasma? Biroq siz barliq kuchingiz bilan hamkorlashishga kafolat bermasangiz bo'lmaydi. Bu tarafidan xotirjam bo'ling. Yana bor. Jinyu, Jinbiao, Ruchanglarga yaxshi qarang. Meningcha, ulardan obdan foydalana olamiz. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Men faqat tushunamadim. Bu Liu Tianlong bizning Qizil Yulduz doktorxonasiga kelganimizni qanday bilgandi? Bizni boshqalar setyapti. Nima? Bizni boshqalar setyaptimi? Bu odam bizning ichimizda. Xuddi Huaqiga o'xshashmi? Akam burun doim menga ta'kidlab turadigan so'zning ma'nosini endi tushundim. Qaysi gapni deysiz? Jahon kechdi rahimsiz keladi. Hamma piyotaga xotirjam bo'linglar. Ustoz cho'qim bizni qutqizg'ili keladi. Bo'ldi qila, uxlamay tushgami? Bizni qutqizg'ili odam kelmaydi. Hamma siz qandoq bilasiz? Biz bek kichikamiz. Bekmi sodda. Oson boshqalarga ishinib ketadi ekanmiz. Boshqalar tarafidan aldangan turuqliq, yana boshqalarga belat tashlayapmiz. Yo'q xonim. Bu sizning nimliginiz? Ishkinglar yaxshiroq o'ynab beqinglar. Siz Ching akamni bizni setyapti demoqchimi? Emas undaq emasmi? Nima uchun uchimiz Liu Tianlongning qo'liga tushib qilib, Qingtang, Zhao Yachang, Lin Yushanlar qochib ketalaydi. Bu mumkin emas. Ching akam bizga xayrli qilsa, uning uchun qanday foydasi bor? Piyotag'am to'g'ridaydi. Hamma yaxshi odamlarga vo'l qilma. Ustozim hargiz undaq odamlardan emas. Kichik bola nimani bilading? Qanday ustozkan u? Ching familiyalik boshda bizdan foydalangan gap. Nima uchun ustozimni eski deysiz? Isbotingiz bormi? Uchimizning Liu Tianlongning qo'liga tushib qolishi. Mana bu eng yaxshi isbot bo'la oladi. U heliqi mallarni yutib olish uchun bizning izimizga tushib, Liu Tianlongga xabar yetkazgan. Vaqa yuz bergan jarayonni o'ylab beqinglar. Ching familiyalik bilan Zhao Yachang avval ketib qoldi. Lin Yushanmo yolg'ondan bana tepib bizdan ayrildi. Eng oxirida uchimizni qoldik. Necha minutdan keyinla Liu Tianlong paydo bo'ldi. Yolg'on. Ustozim, yoching odam, Lin Yushan odamlarning dushmanlar bilan urushqini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular degan ko'z bo'yamchilik qildi. Sen o'xshash ish qilmaydigan kichik balani oldi de. Undaqda chunchun paraxotida ustoz nima uchun meni va biyotog'imni qutqizib qoladi? To'g'ri. Sizlarni qutqizgan vaqtda balkim boshqa maqsadi bo'lmasligi mumkin.
Biroq bu mallarning haqiqiy qiymatini bilgandan keyin niyati buzilgan gap. Uning o'xshash jaronkashlarni men ko'p ko'rgan. Akang kimni olsa yengang shu. Hargizmi ustoz shogird adolatni yoqlaymiz degan gaplar yo'q. Yaxshiroq o'yinlab yiqinglar. Tunaygun u yolg'iz Lyutyalon bilan ko'rishdi. Qaytib kelganda bo'lsa, yana 100 kesak oltin paydo bo'lib qoldi. Lyutyalon qanday odam? Nima uchun hech gapdan hech gap yo'q? Jingtangga 100 kesak oltin berdi. Bu Yo'q ana. Undaqda dafaqan nima uchun? bu degan bizga xayrli qilganlikqa berilgan mukofot. Ha? Bu Endi o tushungansizlar. Chang familiyaning maqsadi bu mallarni yutib olish. U Lyutyalongdan foydalanib bizni bir taraf qilmoqchi. Ondan keyin Lyutyalongni aldab, Luvang ibodatxonasidan malni ilib olishga buyurdi. Amaliyotda u allaburun mallarni boshqa yerga yo'shirib qo'ydi. Biroq Lyutyalong aldanganligini bilib, nima qilarini bilmay qechishni o'ylashidi. U fursat kutib bu ishlar besiqqandan keyin mallarni yuqori bahoda sotadi. yo'q ana. Chang akam bizga ko'p yordamlarni qilgan. U rostilla shunday ishlarni qiladimi? Ishlar mushi darajaga yetib borsa-mu, sizlar yana uxlamay tush ko'ryapsizlar? Yana texi umidinglarni bizga xayrli qilgan odamdan kutyapsizlar? Tezroq uyg'onsanglar bo'lamdi-ki. Hamma, agar ustoz bizni qutqizg'ili kelsa, siz yana nima deyalaysiz? Ustozing rostilla bizni qutqizg'ili kelsa, bo'pti, hammangning ishi tar, nazari kichik odam bo'lay. Nima desang mayli. Xiaoyu, yaxshi turdingizmi? Nimasi yaxshi? Bu yer turgandan keyin albatta yaxshi emas-da. Nima deb tursan? Jinyu Jinbiao ruchanglarni bo'shta o'tmamsan. Xo'p. Kelin aka, niyating bekmi qar ekan? Akam sana o'z qarindishdek muomala qilsa, sen zaharli qo'lini uztibsan. Chunki u moligisning melini tiqvoldi emasmi? Mana buni jandin kechib, bola qazoni tugutish deymiz. Sizni uningda o'rganishingizni umid qilmayman. Xiaoyu, agar u mollarni menga yordamlashib tepib bersangiz, men Lyutyalong qasam qilamanki, hargizmi sizlarga ziyon zahmat yetkazmayman. Yana texe nurg'un pul inom qilaman. Ha? Qanday yordam qilaman? Siz cho'qib molni qayerga yo'shirib qo'yganligini bilasiz. Sen bilmamsan? Ha, sizdan yo'shirmayman. Men uchurga erishganda molni Longwang ibodatxonasining yarasiga yo'shirib qo'ygan ekan deb anglagan. Biroq birodarlar bir kecha hamma yerni qazib chiqdi. Hatto soyisini topolmadi. Siz molni nega yo'shirib qo'yganligini bilasiz-ku deyman. Qaraganda seni Chang familiyalik aldab qo'yibdi. Ha? Chang familiyalik? U bir kitchi. Yaxshi, Abdulla uning familiyasini Chang ekanligini bilyapman. Hamma eski odamlardan o'rganma. Qaraganda bu qatam sen noumid qoladigan bo'lding. Men mo'monning nega yo'shirib qo'yilganligini bilmayman. Bu dunyoda ikki xil sharob bor. Biri bo'lsa hurmat sharobi, yana biri bo'lsa jazo sharobi. Sizning hurmat sharobini ichadigan aqlli odamni bo'lishingizni umid qilaman. Liu familiyalik sana aytib qo'yay. Ocham kichigidan boshlab hech nimadan qo'rqmaychan bo'lgan. Men bu bilmaydi ekanman. Agar bilgan bo'lsam, sana aytib bergan bo'lardim. Yaxshi, yaxshi qilding. Ha, Sizlarning qilmoqchi. Hamma, ustozim cho'qim bizni qutqizg'ili keladi. Sening bir kecha vaqting bor. Obdara o'ynab bor. Agar at deganda yana aslayamsan, Rochani jasadini topshirib olasan. Unutib qolma, ikki xil sharob. O'zing tanla. Endi bu gapimga ishongansan. Chang familiyalik malni boshqa yerga yo'tkaytibdi. Ular Rochani tutib ketdi. Endi biz qanday qilamiz? Yana qanday qila olaydik? Tangrining irodasiga bo'ysunamiz. Yusha, chiqib birdan orom elaylik. Ma'qul.
Sana nima lazım? Su. Tashlayıverin. Qo'lingiz kuyib qoladi. Johnson qanaqroq? Nəhayət yaxşı. Bayı yaşım bilan almashdim. Nima o'ylayapsiz? Bugun kecha yuz bergan ishlarni. Ipuchi bormi? Ish yuz berishdan avvalgi barliq odamning ish harakatini o'ylayapman. Barliq ishlar qiyin bo'lgan bir jarayon hisoblandi. O'zim qiyin ahvolga tushib qolganda tez bir qarorga kelamadim. Ha? Hamma odamlarning ishlarini o'ylayaptimi? Bu gapingizning ma'nosi nima? Sizningcha shu. Hamma odamlar. Albatta, men bilan yochingni o'z ichiga oladi, shundaqmi? Bo'ldi, so'rama. O'zim bir o'ylab boqay. Sizning bu turqingiz bekmi qo'rqinchli. Zodi, nimani o'ylab yetardingiz? Menga deb baqamsiz. Bizning yangi tanishgan vaqtimiz esingizdami? O vaqtlarda men doim tishingizga tegsam-mu, lekin ko'nglim baxush bo'ladi. Ikkimizning oraliga borgan sir yiqilishgandek tuyuladi. Lekin Hozir nima bo'pti? hech nima. Hozir faqat o'ttirimizda o'tamas bir tommardek his qilyapman. Sizni borgan siri taniyamay qelyapman. Biroz orliqning bo'lishi yomon ishlardan derak bermaydi. Yana kelib siz mening butkul hissiyotimni kontrol qila olishingiz mumkin emas. Bir ishni to'g'ri tushunish eng muhim. Agar chekni oshirib etmasak, dal aksi cho'p chiqishi mumkin. Tushunaman. Mening faqat qalbingizni tushunib boqqanba. Siz burun ko'zingiz sizni aldaydi. Faqat ko'ngil his qila olsizlar, u degan amaliyot deb aytdingiz. To'g'ri. Men shunday degan. Hozir mening ko'nglim shuni sezib turdiki. Siz mendan yiroqlab ketdingiz. Menga ishomas bo'lib qoldingiz. Menga bunda dushmaningizga qaragandek qaramang. Men sizni dushmanim hisoblamadim. Bo'lmasa, qandaq? hech nima. Amaliyotda ba'zida o'zimning nima deyotganligini o'zim tushunmayman.
eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.shjisalkin.com. Sizning umrlik joringiz bo'lishini umid qilaman. O chaqda meni texmi tushunasiz. Men ayollarni tushunmayman. Sizni texmi shundaq. Qandaq bo'lsa tushungan bo'lasiz. Hech bo'lmaganda sizni nimani o'ylayotganligingizni bilishim kerak. Mening o'ylig'im Ha, bu bir necha kundan beri yuz bergan ishlarga qaraganda siz ba'zi ishlarni mendan yushiryapsiz. sizchi? Sizda yo'qmi? Albatta yo'q. Buni bilasiz. Men mangu ayollarning nimani o'ylayotganligini bilmayman. Shundaqla ularning qilayotgan ishlarini tushunishga texmi amalsizman. Meni da'vatamsiz. Balkim. Men bayatdan Ruchangni o'ylab qoldim. Ham g'araz xudogan. Ham aqlli bola. Faqat bizga o'xshash odamlar uni baldurda bu jamiyatga so'rab kirdik. O bu yoshdagi bolalar duchor bo'lmaydigan azoblarga duchor bo'ldi. Endi dadasining qabatli o'limini uzatdi. Endi-chi nomussiz, rahimsiz qiltoqlar ichiga bosib kirdi. Buni sizdan ko'rsak bo'lmaydi. Agar og'irnishga to'g'ri kelsa, mendan og'irnishga bo'ladi. Men Bo'ldilar. O'z kesilni o'zi biladi. Yuz berib bo'lgan ishlarni keyin qaytarish mumkin emas. rostla ularni qutqiza olamsiz? Bayatdan siz kelishdan ilgari men mush ishni o'ylayotgan edim. Qanday amali bor? Meningcha Lyotelung turayotgan Baufa Group 3-nomerli qo'ylisini qo'dayotganlarning hammasi ustimarganlar. Bizning qo'l samig'imiz to'lim mushkul. Mening amalim bor. Qanday pekna? Meningcha Lyotelung umalarni qo'lga tushirib bo'ldi. U cho'qim xo'jayinga topshirib berdi. Unda hosni bo'pti. Men xo'jayinni izlay. U o'tirg'i chiqib Lyotelungni qayil qilsin. Ruchang uchaylarga hayotlik fursat ato qilsin. Bu sizni chin ko'nglingizni aytgan so'zingizmi? Bu nima deganingiz? Siz rostla o'yin qo'yishni bilmaydi ekansiz. Meni o'yini qo'yotdi demsiz? Amaliyotda men ba'zi gaplarni aytib tashlamay deb o'ylagan edim. Biroq endi demasam bo'lmagadek. Siz zodi nima demoqchi? Siz bizning ahvolimiz va molning bor yerini Lyotelungga deb qo'ydingiz, to'g'rimi? Nima deysiz? Undaq emasmi? Nimishqa bunday qilg'idakman? Chunki mollarni xo'jayinga qaytarib berish uchun. Siz menga tökmek çaplamang. Men azaldan boshqalarga tuhmat chaplamayman. Albatta, yana xato gapmi qilmayman. Siz bizning oramizdagi jasos. Qanday isbotingiz bor? Qotillar to'qni uzib atganda siz nima dedingiz? Men ketishni ilgari sizlarga chiqib aytgan. Birinchi qavatning koridorida meni saqlab turinglar deb, to'g'rimi? Undaqda hujum boshlanganda nima uchun Jinbiyo, Jinyu, Ruchanglar bilan birga bo'lmay nega bordingiz? Hojatxonaga borgan. Hojatxonaga borgan? Nima degan tetifsiz bahona bu? Men sizga deb beray. Siz o'z vaqtida yolg'ondan hojatxonani bahona qilib, darvozaning oldiga bordingiz. O'rnimizni bir-biridan Lyotelungga aytib berdingiz. Mushundaq bo'lganligi sababidan merganlar bizga umushli hujum qila oldi.
Nimaga asoslanib bundoq deysiz? Acaba mendan boshqa odam yo'qmidi? O vaqtda Javyachin bilan ikkimiz kasalxonada edik. Jinyu va Jinbiao birinchi qavatning koridorida edi. Faqat sizli gumonliq. So'rab baqay. Nim qilib bag'andingiz? Boydab bo'ldim. Yana qayta degim yo'q. Degida gapingiz qolmadi. Yana bir qatim so'ray. O sandiqlarni ochquchi qayerda? Yo'qdirdi shundaqmi? Boy ular bilan urushgan vaqtimda doktorxonada tushib qopti. Yana bir tetiqsizlik. Ochquch allaburun Liu Tianlongning qo'liga tegib bo'lgandi. Meni ursangizmi mayli, tillasangizmi mayli. Biroq men tegmak chaplamam. Yana vijdonimga tegmang. Men yolg'on so'zlamadim. Undaqda yolg'on so'zlayotgan kim? Menmi? Men sizni menga bunday muomala qiladi deb faqat o'ylab boqmabdi ekanman. Bu gaplarni men desam bo'lmaydigan nari bor ekan. Ma osiylik qildingiz. Ruchanga osiylik qildingiz. Jinyu, Jinbiaolarga osiylik qildingiz. Yolg'on so'zlamam. Yolg'on. Nima? Oshkorlanib qoldingizmi? Bu planlarınız oshkorlanib qilishni o'ylab boqmagan o'xshamamsiz. Bu mallarning xo'jayini uchun qanchalik muhim ekanligi ko'nglingizga aya. Meni bu mallarni kishilarning hayotiga tahdid olib keladigan viruslarni xo'jayiniga bermaydiganligim texmi ko'nglingizga aya. Siz bo'lsangiz, ko'nglingizda qanday qilsam hech kim bilmagan asosda mallarni xo'jayiniga yetkazib berishni o'yladingiz. Oxirida Liu Tianlongni ko'z oldingizga keltirdingiz. Liu Tianlong xo'jayin uchun xizmat qiladi. Mal uning qo'liga tegsa, xo'jayinning qo'liga tegdi degan gap. Deginim to'g'rimi? Xatolashdingiz. Xato. Men hergiz bunday ishlarni qilmayman. Ham bunday ishlarni qilmadim. Ko'nglingizni obdan tushunaman. Biroq Lin Yushan polkovnik, siz qanchaligan gunohsiz odamlarga ziyonkashlik qildingiz, bilamsiz? Ruchang, Jinyu, Jinbiaoga ziyonkashlik qildingiz. Bo'ldi sizmi? Oxiri ichingiz etishdi, ha? Keyin sizga aytsangiz, kechikdingiz. Bu cho'ng xatolik. Xo'jayin ishlarni bartaraf qildimi deyli? U karavot yotgan bemorlarni qo'yib bermagan yerda Ruchang bilan Jinyuni qo'yib berami? Nimishqa men bunda qaraysiz? Aytqanlarim yolg'onmi? Siz degan qotil. Begunoh odamlarga ziyonkashlik qildingiz. Hamon bir kuni sizmi o'z beshingizga chiqsiz? Mening shunday hukm chiqarishga o'zingiz qistidingiz. Bo'ldi. Bu yerdan keting. To'g'ri deysiz. Bu ishlarni men qildim. Esingizda bo'lsin. Hozirdan boshlab sizni nobud qilaman. Hammanglarni nobud qilaman. Bu ishni Lin Yushan bilib qolmasin. Nemishqa? Bo'ldi, so'rama. Gapimni angla. Biroq Yushan o'z odamimiz bo'lib qoldi-ku. Bu qaytamiz sizni deb xo'jayini bilan qarshilashdik. Undan yushirsak yaxshi bo'lmasmikin? Boyinimda baqirishtinglar.
Hech nima. Bo'ldi, so'rama. Yushenchu, Ketdi. ketdi. Ne ketdi? Bo'ldi, so'ramang dedim-ku. Kechiring. Hech qisi yo'q. Bu holatingizda ko'makmi bek tez. Shu Jungsun siz bilan ko'rishmoqchi. Ha. Uning sizga deydigan muhim gapi bor ekan. Yürü, berib baqayli. Bo'ldi, qo'zg'alma. Yetivergin. 気にしないで横になっててください。 Yaxshi bo'lib qoldingmi? 少し良くなりましたか？ありがとう。まだ手くらいだ。 Rahmat sizlarga. Meni yana bir qitim qutqizib qoldinglar. Anglasam, men deydigan gapim bor ekan. Rahmat sizlarga. 俺 Meni は yana bir 嘘つい qitim た。 qutqizib qoldinglar. Bilaman. Ha. 知ってるの？ Bilamizlar. Demakchi bo'g'uning shu apandim bilan Zotan apandimning izlariga qo'dayman. Shundaqmi? 佐藤さんの居場所を言いたいのではないですか？ 君は一番賢いな中国人だった。 U sizni Jungoliklar ichidagi eng aqlli odam ekansan deydi. Jungoliklarning hammasi aqlliq. Buni sizlar tushunmaysizlar. Bo'ldi, qani so'zla. 知らなかっただけ。話を続けて。今晩病院でウーさんと佐藤さんがなんで金陽さんと一緒に行かないと聞かれて、彼が嘘についた。実はこの二人はニコ・ウェルズ中継へ運ぶ任務がありましたね。本当だ。 Nima? Yachin, u nima deydi? U bugun doktorxonada siz shu apandi bilan Zotan nima uchun bilimangmidi deb so'raganingizda u yolg'on so'zlab ekan. Amaliyotda bu ikki odamning vazifasi yana bir turkum virusni cho'ngchingga yo'tkab akilish. Yana boshqa bir turkum virus bormi ekan? U rost shundoq deydi. Men yana so'rab baqay. 他のウイルスがまだあるのですか？そうだ。他のウイルスがある。ウーさんと佐藤さんが運んでいく。 To'g'ri, yana bir turkum virusni shu apandi bilan Zotan mas'ul bo'lib yo'tkamoqchi bo'pti ekan. Qani, davomli so'zla. この荷物はまだく同じです。しかしルードが違うけど。 Bu ikki mol talto'kis o'xshashmas. Faqat ikki yo'lga bo'linib mangan. Bir turkumga Jinyu bilan u mas'ul ekan. Yana bir turkumga shu apandi bilan Zotan mas'ul ekan. Faqat o'xshash bo'lmagan yo'l orqali o'xshash nishon cho'ngching yo'tkash. Bu qirtilgini qara. もう一言教えるよ。 Yana bir ishni aytib beray. Bu qitimqi harakatga qatnashganlar men bilan Zotanlar emas. Ha. Yana kim bor? 他には誰か？ 731部隊の研究室は 731-qismning 2-chi tadqiqot ishxonasining maxsus 2-chi nomerli virusni ishlatishga mas'ul 6 odam bor. Men bilan Zotan buning ichidagisi. Urush oxirlashgandan keyin biz oltimizni bulab qamab qo'ygan. Yarim oyning oldida hammamiz birli vaqt qo'yib berildik. 全員参加しました。 Biroq hammasi bu qitim harakatga qatnashdi. Boshqa 4 odamning ismi nima? Hozir qayerda? 4人の名前は何ですか？今どこにいるのですか？ 他の4人は検査員平野郎製薬士 Qolgan 4 tekshirish xodimlari bo'lib, ular Dasong Ping Balang,
Shinwu Weixing va Shenbang Yangsi ishlatishni boshqaruvchi xodim. Tenjong Jian Arlang. Ular shu apandimning o'rinlashtirishi bo'yicha mal Changchundan yo'tkalgicha u burun Chongchungga berib bo'lish kerak. Ishiltishni boshqaruvchi xodim nima ish qiladi? 実用指導者とは何をしてるのですか？実用指導者は軍隊の大金武器を使いようし Ishlatishni boshqaruvchi xodim deganimiz qo'shindagi askarlarga bu viruslarni qanday qilganda eng yuqori pallaga yetkazib ishlatiladigan bilimdan ko'rsatma berdi ekan. Ondaqda 731-qism burun bu xil virus qurolni jungoliklarga ishlatib baqqan demakchimi? 要するに731部隊はキュウリその武器を使ったということ。はいカドドサンバで使ったことだ Shundoq burun Huangdongjang maydonida ishlatib baqqan. Natijasi-chi? それで情報によると中国人たちは46万人にも死んでいた Ha? 申し訳ございません U nima deydi? Jang maydonining doklatidan qaraganda Jungo armiyasi askarining 400 mingdan ortiq odami naq maydonda o'lgan. Nima degan qo'rqinchliq. Dört yüz ming. 400 ming. Sizlarning jungoliklar oldidagi jinoyatinglar yuyib tugatkusiz. Eng nodir, eng yangi, suzukligi yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Men rostila tushunamadim. Yaponiya taslim bo'lib 4 yildan keyin bundaq razil virus qurolni yana bir qatim jungoliklardan foydalanib jungoliklar orqali jungoliklarga ishlatishga sepsizlar. O'zingning nima qilayotganligini yaxshi o'ylanib baq. 本当に关河百丈寒，替他积雪残。烈马西风见雄鹰，铁人冷如冰。肩头摇人舞，千战海底龙，剑破人间无兵事，剑后剑后一声不寒山，名扬在九天。河把天地安，横江归神经，众血染遍千山道，大风好上路。乘风好是马，乘风好